Qadrli teletomoshabinlar, yangi soatlardamiz. Eslatib o'tamiz, siz Assalom yangi kun dasturini tomosha qilyapsiz. Dasturimiz to'g'ridan-to'g'ri jonli tarzda efirga uzatilmoqda. Hozirgina Diyor 24 informatsion dasturi orqali viloyatimizning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hamda madaniy hayotiga oid bo'lgan yangiliklar bilan tanishdingiz. Albatta, dasturlarimizni kuzatib borsangiz, eng so'nggi xabarlar, qaynoq yangiliklar sizni kutmoqda. Demak, davom etamiz. Bizning studiyamizda galdagi mehmonimiz Nargiz Shomiyeva, Karmana tumani xotin-qizlar bo'limi boshlig'i bugungi studiyamizning navbatdagi mehmoni bo'ladilar. Assalomu alaykum. Nargiz, dasturimizda xush ko'rdik. Bugun Karmana tumani ayollarining kayfiyati qanday? Yana bir bor assalomu alaykum. Avvalambor taklif etganlaringizdan bag'oyatda xursandman. Hozir tumanimizda ayollarimizni kayfiyatlari haqida gapiradigan bo'lsak, qariyb 140 mingdan oshiq aholimiz bo'lsa, shundan qariyb 70 mingdan oshig'ini xotin-qizlarimiz tashkil etadi-da. Biz aslida mana shu jamiyatimizni rivojlanishi, shakllanishi va juda chiroyli bo'lishiga ham biz xotin-qizlarni o'rni bag'oyatda katta, beqiyos turadi. Hozirda mana shu xotin-qizlarimizni biz 462-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori hamda mana shu prezidentimizning 14-martdagi 103-sonli qarorlariga asosan ularning ro'yxatlarini shakllantirib, shu ayollarimizni tadbirkorlikka, turli xil kasbga o'qitishga hamda ularning bandligini ta'minlashda jadallik bilan ishlar amalga oshirilib bormoqda. Hozir mana shu joriy yilning 14-martdagi 103-sonli prezidentimizning qarori oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qarorga asosan 8 mingdan ortiq xotin-qizlarimizning ro'yxatlarini shakllantirganmiz. Bu xotin-qizlarimiz faqatgina ishsiz xotin-qizlarimiz emas, daromadi past bo'lgan xotin-qizlarimizni ham yanada daromadlarini ko'paytirish uchun biz shakllantirib, shu ro'yxat asosida bu xotin-qizlarimizni tadbirkorlik yo'nalishlarida, o'quvlari yo'nalishlarida turli xil yordamlarni ko'rsatib, hozirda mana shu xotin-qizlarimiz ko'lamidan juda ko'p katta tadbirkorlarimiz va o'zlari ish beruvchi xotin-qizlarimiz safi juda kengayib bormoqda. Albatta, va mana shu o'rinda savol tug'iladi. Umuman bugungi kun o'sha Karmana tumani aynan ayollari tadbirkorlikni qaysi yo'nalishlarda ko'proq faoliyat olib borishyapti va ularning qiziqishlari qaysi sohaga ko'proq yo'naltirilmoqda? Albatta, to'g'ri savol. Haqiqatan aslida bizning tumanimiz turli xil xalq vakillari tashkil topgandek, mana shu xotin-qizlarimizning o'rtasida tadbirkorlikning barcha turini topib bilasiz. Barcha turi bor. Lekin hozirda biz asosan 462-sonli Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan biz o'zi oliy ma'lumotga ega, o'zini dunyoqarashi keng, hayotda o'rnini topayotgan xotin-qizlarimizga uncha ishimiz yo'q. Nima uchun? Chunki ular o'zlari yo'llarini juda chiroyli topib ketyapti. Biz mana shu qaror asosida ehtiyojmand xotin-qizlarimizning ro'yxatlarini shakllantirib, ular bilan ko'proq ishlashga harakat qilamiz. Nima uchun? Chunki ularning rivojlanishi uchun istaymizmi, yo'qmi, turli cheklovlari bor. Bu cheklovlardan bizni yordamimiz, davlatimizning yordami siz ular chiqa olmaydigan joylar bor. Xuddi shuningdek mana shu daftar asosida 468 nafar 4668 nafar xotin-qizlarimizni, ya'ni ehtiyojmand xotin-qizlarimizni shakllantirdik va qariyb 2000 dan ziyodini biz bandligini ta'minladik. Hozirda ular mana shu turli sohada o'zlarini bandligini bilan daromadga ega bo'lib kelmoqda. Masalan, biz tadbirkorlik markazlari, kambag'allik qisqartirish, bandlik markazlari orqalida ularni kasb-hunarga o'qityapmiz. Va mana shu o'qigan kasb-hunarlari bo'yicha bizda ehtiyojmand, ya'ni ayollar daftarida turganligi uchun imtiyozli kreditlar bor. Mana shu imtiyozli kreditlar asosida ular o'zlarini tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yib kelmoqda. Birgina Yo'ldosh va Lobar degan masalan qizimizni misol qilib keltirib bilaman. Bu misollarimiz juda ko'p. Lekin bu qizimiz haqiqatdan ehtiyojmand ayollar daftarida shakllangan. Mana shu qizimizga imtiyozli kredit berdik. Hozirda bu qizimiz hunarmandchilik, kasanachilik asosida
u qizimiz hozir ish beruvchi, qariyb qo'lida 12 nafar xotin-qizlarimizni ish bilan ta'minlayapti. Hozir shu qizimiz juda chiroyli rivojlangan, shunga qarab havasim kelib turadi. Hozirda u o'zini chiqargan mahsulotlari bilan hozir uni tayyorlayapmiz. Chet elda, qo'shni davlatlarda tashkil etiladigan ko'rgazmalarga bu qizimizni olib chiqish taraddudida biz. Hozir bu qizimiz shunaqangi yonida oila a'zolaridan tashqari shunday ehtiyojmand ayollarni rivojlantirib, mini sex tashkil qilyapti. Ya'ni ishlab chiqarish sexi. Endi nasib bo'lsa, mana shu mini sex ishlab chiqarish sexini tashkil qila olsak, qariyb 30 dan ortiq xotin-qizlarimizni bandligi ta'minlanadi. Bunaqa ayollarimiz juda ko'p. Aytsam, har birini misol qilib so'zga olish haqiqatan bizga faxr tuyg'usini tuydiradi. Endi yana bir haqli savol tug'iladi. Nargis O'ktamovna, hozirgi kunda davlatimiz rahbarini aynan mana shu ijtimoiy soha, hokimliklar, idoralar, mas'ul vazirliklar oldiga qo'ygan muhim vazifalardan bittasi bu xotin-qizlar ta'limi. Aynan ta'limsiz rivojlanish bo'lmaydi. Oilada ona ta'limli bo'lsa, ya'ni mukammal ta'limga ega bo'lsa, uni tarbiyalayotgan farzandlari kelajakda albatta yurt uchun, jamiyat uchun va albatta vatan uchun munosib kadrlar bo'lib yetishadi. Bejiz o'sha har bir uchrashuvda, mana yaqinda bo'lib o'tgan o'sha safarlarda ham alohida e'tirof etdilarki, xotin-qizlarimizni ko'proq bandligini ta'minlash, xotin-qizlarimizni ko'proq o'sha ijtimoiylashishi, ya'ni jamiyatga kirib kelishini ko'proq ta'min etish o'sha bizni islohotlar jarayonimizning bosh mezoni hisoblanadi. Bugungi kunda aynan Karmanada xotin-qizlarimiz ta'limi, deylik, ularni hammasini biz oliy ta'limga qamrab ola olmaymiz, lekin maxsus kasb-hunarga o'rgatish, ta'lim berish, mana shu jarayonlar qanday kechmoqda? Marhamat. Albatta, to'g'ri. Haqiqatan bizda mana shu xotin-qizlarimizni ta'limga jalb qilish, qo'llab-quvvatlash bo'yicha to'g'ri. Vazirlar Mahkamasini, prezidentimizning bir qator qaror farmonlari bor. To'g'ri, 5 yil stajga bo'lgan xotin-qizlarimizni oliy ta'limga jalb etish va hokazo. Lekin aytganingizdek, har bir xotin-qizimizni ham shu oliy ta'limgacha o'sha yergacha etolmasligimiz mumkin. Shuning uchun mana hozir aytib o'tdimki, 103-sonli qaror shunaqangi bu prezidentimizning qarori bizga juda keng ko'lamda, bir juda chiroyli davlat siyosati darajasida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash uchun bu juda katta qaror bo'ldi. Mana shu qaror asosida biz mana shu ro'yxatlar asosida barcha davlat tashkilotlarida tashkil etilgan mana shu kasb-hunar maktablari, tadbirkorlik markazlari, hunarmandlar markazlari hamda savdo-sanoat palatasi, hamma tashkilotlarda biz mana shu xotin-qizlarimizni kvotalar asosida o'qitish imkoniyatiga ega bo'ldik. Biz ro'yxatlarni shakllantirib, istagiga qarab yo'nalishlari bo'yicha beramiz. Mana shu sanab o'tgan markazlarimiz, tashkilotlarimiz bizga bu ayollarimizni, xotin-qizlarimizni o'qitib beradi. Va bu barcha o'quv jarayonida sarf bo'ladigan xarajatlarni davlatimiz tomonidan to'lab beriladi. Va mana shu o'qigan kasb-hunarlari bo'yicha xohlasalar ular tadbirkorlik faoliyatlarini boshlaydi, xohlasalar va undan keyingi yuqori nimasiga qarab, o'sha oliy ta'limlarga davom ettirish holatlariga qarab biz yo'naltiramiz. Juda ham yaxshi. Aynan chunki ta'lim haqida bekorga savol berilmadi, chunki o'tgan yil ham ushbu yilda ham Navoiy viloyati, Navoiy shahri, Karmana tumani o'sha oliy ta'lim muassasalariga talabalarni qabul qilishda yetakchi o'rinlarni egallamoqda, lekin buni eng yana bir faxrli tomon qizlarimiz juda ko'pchilikni, yuqori ball olganlar qizlarimiz ko'pchilikni tashkil qiladi. Mana shu yo'lda men nazarimda o'sha Karmanadagi o'ziga xos o'quv markazlarining ham roli bor-da, to'g'rimi? Ular bilan qanaqa hamkorlikda ish olib borilyapti? Albatta, mana shu hozir juda to'g'ri aytdingiz. Mana shu oliy ta'lim muassasalarida kirishda to'g'ri Navoiy viloyatimiz eng yuqori o'rinda turadi-da. Bu 2-3 yildan beri qariyb bermay kelyapti. Haqiqatan mana shu prezidentimiz ham 14-martdagi ma'ruzalarida mana shu xotin-qizlarimiz 8-mart xalqaro tadbirda tabriklarida ham shu aytib o'tdilar-da. Shu bitta qizimizni o'qitsak, butun oilalarni, jamiyatni o'qitgandek bo'lamiz. Bitta yigitimizni o'qitsak, mayli u oila boshi, lekin shu oila boshligicha qoladi. Biz mana shu qizlarimizni ta'limiga e'tibor berishimiz kerak, qizlarimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak deb juda chiroyli fikrlarni aytib o'tdilar-da. Haqiqatan mana shu hozir bizning Karmana tumanimizda ham o'quv markazlarini vazifasi, ularni o'rni beqiyos.
Karmana tumanimizda umumta'lim maktablarida ham shu 14 yoshdan boshlab biz mana shu xotin-qizlarimizda o'sha aynan qizlarimizda maktablarga kirib borib, birgalikda ishlab, ularni keyingi ta'lim jarayonlariga jalb qilish uchun hamkorlikda Xalq ta'limi, maktabgacha maktab ta'limi bo'limlari bilan birgalikda ishlayapmiz-da, boshqarmalar bilan birgalikda ishlayapmiz. Chunki hozir biz juda xursand bo'lamiz, mana shu aholining o'rtasiga kirsak, oilalarga kirib borsak, ota-onalarimiz juda chiroyli tushungan. Mana shu qizmi, o'g'ilmi, farzandlarini ta'lim olishlari uchun haqiqatda ular oliy ma'lumotga ega bo'lgan insonlar bo'lib yetishishlari uchun ota-onalarning dunyoqarashi juda keng. Farzandlar uchun sharoitlar yaratilgan. Ularni maktablarda ham, o'quv markazlarida ham qo'llab-quvvatlashlari uchun bor imkoniyatlardan foydalanyapti. Shu qatorda biz ham qarab turmay, mana shu biz yana o'sha aytib o'taman, mana shu ehtiyojmand oilalarni, qizlarni qo'llab-quvvatlashda biz albatta ularga yelkama-yelka doimo yonida turamiz. Albatta Nargiz, bittagina savol bersam bo'ladimi? So'ng keyinroq. Nargiz O'ktamova, albatta biz to'g'ri yutuqlar bilan birga kamchiliklar ham bo'ladi. Bugun shu og'riqli masalaga qaytamiz. Aynan Karmana tumanida bugun oilaviy ajrimlar masalasi qanday ketyapti? O'sha oldingi yillarga nisbatan ko'payganmi yoki qanaqadir bir oilaviy ajrimlarni oldini olish maqsadida balkim o'sha targ'ibot tadbirlarining o'rni natijasida balkim ijobiy natijalarga erishilmoqdadir. Albatta, bu juda og'riqli nuqtamiz. Mana shu juda og'riqli nuqtamizda, lekin o'rinli savol. Shu savollarni haqiqatdan bot-bot biz aytishimiz kerak, xalq shuni bilishi kerak, eshitishi kerak va jamiyat shu ajrimga qarshi birga kurashishi kerak. Birikish kerak. Birikish kerak. Chunki buni o'sha oila yoki qo'ni-qo'shni yoki bizni tizim, oila va xotin-qizlar bo'limi buni bong urganimiz bilan jamiyat agar bunga qarshi kurashmasa, bu juda yomon holat. Mana biz mana shu ajrimlarda ko'p oilalarda o'rganib, o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, biz ajrim bor, kamaygan. Biz o'tgan yilning shu davr 6 oyiga qaraganda, mana shu joriy yilning 6 oyligini gapiradigan bo'lsak, 105 ta bo'lgan, hozirda 86 ta bo'ldi ajrimimiz. Kamayishga erishganmiz. Lekin bu kamayishga erishish deb 86 ta ajrim. Ikkitadan farzandi bo'lsa, 160 dan ortiq bolalar yetim degan. Yoki onasiz, yoki otasiz. Buni xohlaymizmi, yo'qmi, yuragimizni juda ezadi. Har bir insonda tushungan, vijdoni bor, mas'uliyatli insonni yuragini lahzaga soladigan bu sifra, ma'lumot. Endi biz mana shu ajrimlar bo'yicha ishlashda ko'ryapmizda, oilalarimizda mana shu o'ylashimcha to'g'ri, biz harakat qilyapmiz farzandlarimizni baxtli, farovon, juda chiroyli yashashlari uchun hamma sharoitni qilishga harakat qilyapmiz. Ota-onalarni shu ajrimga borganda o'rganamanda, ota-onalar tinimsiz ishlaydi. Ertadan kechgacha ishda. Pul topishadi. Shu voyaga yetmagan farzandini yashab ketishi uchun unga uy, birinchi uylagan narsasi, alohida uy qilishim kerak. Unga mashina qilishim kerak. Unga yaxshi yashashi uchun shu aytganda sharoiti bor imkoniyatni qilishyapti. Lekin ota-onalar bolalari bilan birga vaqtlarni o'tkazishga umuman o'zlarida fursat topishmayapti. Juda ko'p oilalarimiz, tarbiya topayotgan yoshlarimiz, masalan, onalari chet elda, mana, migratsiyada. Nima maqsad? Maqsad ko'proq pul topish, oilaga ko'proq daromad keltirish va farzandlari bekamukus yashash. Lekin mana bu borada mana shu yosh qizlarimizni, o'sha yigitlarimizni yuragida, ongida bo'shliq paydo bo'lib qolyapti. U bo'shliqni hech kim hech narsa bilan to'ldira olmaydi. Hech narsa bilan. Va mana shu oilaga kirib kelgandan keyin men har doim aytamanda, qizlarimiz bilan suhbatlashganimizda, mana shu 820-sonli qarorimiz bor. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash. Biz o'quvlar qilamiz. Nikohdan o'tadigan yoshlarimizni ro'yxatini shakllantiramizda, o'quvlar tashkil qilamiz. Nima uchun? Ertaga shular oilasi chiroyli bo'lib ketsin, ajrimlar bo'lmasin, chiroyli farzand tarbiya qilsin, oila bekasi bo'lsin yoki chiroyli turmush o'rtoq bo'lsin deb o'qitamizda. Shular bilan o'rganib ko'rsam, aytamanda har doim, siz hozir bu hayotni bir okean desak, shu okeanda ota-onangiz qo'lingizdan mahkam turibdi-da, shuni qirg'oqida sizni ushlab turibdi. Siz u yoqqacha keta olmaysiz. Sizga sal agar shu
holatda bir ziyon yetkiday bo'lsa, ota-onangiz sizni qo'lingizdan tezda tortadi-da, siz u ziyonni hatto sezmay qolasiz deyman. Lekin uje inson turmush qurib, o'zi alohida hayot boshlagandan keyin har doim ham ota-onangiz xuddi shunday sizni qo'lingizdan ushlab tura olmaydi. Endi o'sha okeandan tug'iladigan xavfga siz tayyor turib, o'sha yerda yashab ketish, tirik qolish yo'llarini siz topishingiz kerak. Deymanda shu. Mana shu yerda, mana shu qizlarimizda, yigitlarimizda bo'shliqlar borligi uchun oddiygina arzimagan sabablar uchun ajrimlarga, shu ajrimlarni qariyb 70% ni o'rgansak, farzandsizlik yoki yetishmovchilik, oilaviy juda ham yomon ahvolda tushib qolganlikdan emas, oddiy gap so'zlar. Sen meni hurmat qilmading, meni kimimni hurmat qilmading, mana bu voqeada bunaqa voqea qilib o'zingni bildirding, arzimagan narsalar uni shunday joyida ko'mib, chiroyli er xotin, yosh kelin-kuyov bir-birini tushunib bir chiroyli oila olib ketiladigan joyda ming afsuski mana shu yerda yoshlarni dedisiga kattalarimiz ham aralashib qolyapti. U yerda turgan ota-onalar, qaynona qaynotalar. Yo'q, bu yerda yo bir tomondan qiz tarafda, yigit tarafi yo'q, bu yerda kimdir o'sha oilani kattasi to'xta. Bu hech qanaqa ajrimga sabab bo'lmaydi, ajrim bo'lmaydi degan narsani kerak bo'lsa mush urib aytish kerak joylari. Lekin mana shu so'zlarni hech kim aytmayapti. Nima uchun? Men aytaman, har doim o'sha oilalarga aytamanda, g'ururlilik qiladi. Shu g'ururiy evazida shunaqa chiroyli oilasini buzib yuboradi-da. Men aytaman shunda, inson, bu meni fikrim, balki xatodir. Shu oilalarga aytaman. Inson hech qachon bitta oila qurdimi? Shu yostiqdoshi bo'ldimi? Shu inson bir-birini yarmi bo'ldimi? Bir-biriga nisbatan g'ururli bo'lmasligi kerak. Mayli, jamiyatda insonning g'ururi baland bo'lishi kerak. Hech qachon inson g'ururini sindirmash kerak. Men unday, men bunday, mana bunaqa anma joyim bor, kamchiligim bor deb jamiyatda o'zini ezib yurmash kerak hech qachon. Lekin oila unday emas. Oilada er xotin hech qachon bir-biriga g'ururlik qilmaslik kerak. Boricha bir-birini qabul qilish kerak, borini aytish kerak. Men shunaqaman. Masalan, ayollarimiz aytish kerak shu turmush o'rtoqlarida. Men sizsiz hech kim emasman. Men nima qilgan taqdirda ham siz bilan umrbod yashayman. Siz menga yaxshi muomalada bo'ling, yomon muomalada bo'ling, men farzandlarimni yetim qila olmayman. Shuni tushuning deb mana shu fikrlarni turmush o'rtog'ini ongiga qo'yish kerak. Yigitlarimiz ham xuddi shunda. Qizlarimiz yigitlarimizdan baland kelaman deydi. Men shu sansiz hayotimni juda chiroyli quraman deydi va mana shu oddiygina bitta fikr evazida nihoyat o'sha kattalar aralashuv va qarabsizki 1 yildir, 1,5 yildir ajrim qo'llarida nikohni buzilganligi haqida qog'ozlarni olib turibdi. Buni qarangki, hozir bir unikal bir noyob ma'lumotnomani ko'zim tushdi. Amerikada o'sha turmushidan ajragan ayollarni ko'proq ish faoliyatiga jalb qilish bilan bog'liq maxsus farmoyish qabul qilingan ekan Senat tomonidan. Keyin uni ildiziga yetishsa, u ataylabdan qilingan ekan oilalarni buzish. Chunki istaymizmi yo'qmi, erlar ishchi kuchi bo'lsa, u qimmat bo'ladi. Ayol ishchi kuchiga aylansa, u arzon bo'ladi. Buni qarangki, maxsus tarzda o'sha ko'proq ajrimlarga sabab bo'lishi kerak va bu yerda qanaqadir o'sha ayollarning huquqlarini biz yuksakka ko'taryapmiz deb ommaga, jahon afkor ommasiga aytishgani, lekin bu o'tgan asrning 20-30-yillarida bo'lgan va buni qarangki, mana shu tendensiya juda ko'plab davlatlarda nima deydi, ro'y bergan ekan. Keyinchalik Yevropada, keyinchalik Osiyoda ham mana shunaqangi narsa ro'y bergan. Endi hozir Nargiz O'ktamovning bitta gapida jon bor. Haqiqatda bu ajrashdim degani, oiladan ketdim degani, bu o'zimni g'ururim bilan yashayman, bu g'ururimni ustun qo'yaman degani emas. Qayerdadir yon berishni bilishimiz kerak. Albatta. Qayerdadir erkak ham yon berishni bilish kerak. Qayerdadir ayolni ham tinglash kerak. To'g'ri, hozir biz ko'p o'rinda ajrimlar paytida men o'zim ham guvoh bo'laman, chunki jurnalistik faoliyat jihatidan sud jarayonlarida ishtirok etishimizga to'g'ri keladi. Nargiz O'ktamovna to'g'ri aytdingiz, juda to'qchilikdan kelib chiqadi-da. Men o'ylayman, juda nochor bo'lsa kerak shu insonning oilasi. Qarasam hamma narsa bor. O'sha oilada mashina bor. Kirni ham biz momolarimiz yo onalarimizga o'xshab
o'sha dor kir qilib yuvishmaydi, qo'lda yuvishmaydi, kirni ham moshina yuvadi. Qilinadigan ish faqat hurmat, e'tibor, erni shu farzandlarning tarbiyasi. Juda ham to'qchilik odamni haligi nimasini orzu havaslari odamda endi buni hammasini zamirida bitta narsa bor, sarf xarajatlarga, orzu havaslarga ortiqcha berishimiz. Hashamdorlikni yaxshi ko'rishimiz. Aslida Erkin Vohidov kenja qizlarni uzatayotganlarida shunaqa degan ekan. Men hamma qizimga bitta asarimni sovg'a qilgan. Har bir qizlarni uzatayotganlarida bir asar, kitob jildlari nashr qilingan va kenja qizlarida ham endi shu mustaqillikning ilk yillarida asar chop etilishi qiyinroq bo'lgan. Lekin buni qarangki, baribir chop etilgan asarlarni, saylanma asarlarni sovg'a qilgan va mana shu qalam haqidan tushgan nima deydi, gonorarlar, mablag'ni qizlarning ta'limiga yo'naltirgan ekan. Haqiqatan ham. Bizda ko'p narsa haligi hozir ijtimoiy muammoga ozgina urg'u berib o'tyapmiz. Bu bejiz emas, chunki hozir bu yoqdan chiqqandan keyin Nargisa O'ktamovna bevosita o'sha hayotga, xalqni, jamiyatni to'g'ridan-to'g'ri protsessiga tushib ketadilar. To'g'rimi? Albatta. Endi yana bir muhim tushuncha yuzaga kelyapti suhbatimizda. Men boya Lobaxondan oldin shu savolni berishni niyat qilgan edim. Bugun davlatimiz rahbari to'g'ri talabni qo'ydilar. Ayol o'qisa va yana bir chiroyli iborani ishlatdilarki, ayol o'zini huquqini tan olsa va huquqini bilsagina o'sha jamiyat yuksaladi. Albatta. Chunki qayerda jinoyatchilikda ilk ildizlarni qarasak, bola yo'ldan adashgan, ona huquqni bilmaydi, ota ishda, o'sha ilk huquqiy savodxonlik natijasida o'laroq bola havas bilan nimadir uyga olib keladi, onaning huquqiy savodxonligi yo'q, uni jinoyat oqibatlariga, salbiy oqibatlarga olib kelishni bilmaydi, uni bir orzu havas deb biladi, keyinchalik bola u narsaga o'rganadi. Albatta. Mana shu jarayonda huquqiy savodxonlik masalasida, jamiyatimiz eng dolzarb masalasida Karmanada targ'ibot ishlari qanday va bugungi kunda istaymizmi yo'qmi o'sha jamiyatdan ajralgan nofaol deymiz, endi jinoyatga moyil degan tushunchani olib tashlayapti jinoyatchiligimiz ham, nofaol ayollarimiz bilan qanaqa aloqa o'rnatilgan? Marhamat. Haqiqatan mana hozir jamiyatimizda aytyapmiz, rivojlanishida mana shu ayolning o'rni beqiyos debda. To'g'ri, haqiqatan biz mana shu 4668 nafar xotin-qizlarimizga adliya hamda mana bu oliy ta'limni psixologlari, bu adliya tomonidan mana shu xotin-qizlarimizga ularni huquqlarini, o'zlarini mana shu manfaatlarini himoya qilish bo'yicha mana shu dasturlarimiz bor. Shu dasturlarga mana shu ayollarimizni jalb qilamiz. Mana shu yuristlarimiz shu ayollarimiz bilan ishlab, konsultantlar ishlab berishyapti hozir. Juda chiroyli. Va psixologik yordam kerak bo'lgan xotin-qizlarimizga oliy ta'lim psixologlari biz bilan hamkorlikda bo'lib, mana shu xotin-qizlarimdan. Endi xotin-qizlarimiz bitta narsani mana shu xotin-qizlarimizga baralla aytgan bo'lardim-da, haq huquqim degan ma'noda mana ijtimoiy tarmoqlar rivojlanyapti, to'g'ri. Raqamli iqtisodiyot davri. Biz albatta bunga moslashishimiz kerak. Biz buni hazm qilishimiz kerak. Lekin mana shu ijtimoiy tarmoqlardan o'zlari uchun mening haq huquqim deb o'rganayotgan narsalari o'zlarini oyoqlariga bolg'a urib qo'ygan joylari ham bor. Ayol har doim aqlli va sabrli. Dinimizda ham bor. Bekorga emas ekan, sabrli. Biz bitta narsani ko'rdik, mana shu qo'shnimni ayoli shunaqa yashayapti. Nima uchun men shunaqa yashamayman? Bunaqa savollar emas. Biz yaxshi yashash uchun bizni ham kimdir shu ayol shunday yashayapti deb bizni orqamizdan, izimizdan yurishi uchun harakat qilishimiz kerak. Kimgadir yomon ko'z bilan, masalan, u nimaga unday, endi o'sha taqqoslashda, haligi taqqoslash o'sha mashhur insonlarning gapi bor, agar inson kimnidir hayoti bilan o'zini taqqoslasa, o'sha kuni yashashdan to'xtaydi. Xuddi shunaqa. Mana shu narsa orqali mana shu ayollarimizda, mana shu oilada, jamiyatda o'zini o'rnini yo'qotib qo'yishyapti. Va hayotida bir izdan adashish, ya'ni chalg'ish,
qiyinchiliklarni keltirib qolyapti-da. Shuning uchun ayollarimga aytardim, mana shu xotin-qizlarimizda barchasiga to'g'ri. Biz ijtimoiy tarmoqdan ham foydalanishimiz kerak. Biz jamiyatda ham har bir sohada biz erkaklarimiz bilan teng huquqli bo'lib o'z faoliyatlarimizni olib borish darajamiz mana shu prezidentimiz tomonidan davlat siyosati darajasida ko'tarilgan. Biz hech qaysi ayol hech kimdan kam emasmiz, lekin biz albatta o'sha qadriyatlarimizga monan, mana shu momolarimiz, o'sha o'zimizni haqiqiy o'sha momolarimizga mos biz ayolmiz. Biz albatta har jabhada erkaklarimizdan bir pog'ona pastmiz. Ayollarimizni o'ylab ko'rsak, ilmda, masalan, ilmiy tadqiqot ishlarida juda kuchli ayollarimiz ko'p, saflari juda ko'payyapti. Lekin bu bizni albatta quvontiradi, lekin biz hayotda, oilada mana shu bizni baribir ustunimiz turmush o'rtoqlarimiz degan fikrimizni agar demak ayolligini unutmaslik, albatta rivojlantirsak, oilamiz ham, jamiyatimiz ham juda chiroyli bo'ladi deb o'ylayman. Katta Labarxon rahmat. Nazarni juda samimiy, chiroyli suhbat bo'ldi. Haqiqatan ham. Nargiz O'ktamovnaning ijodiy faoliyatlariga va albatta hayotiy faoliyatlariga omad tilaymiz. Yana jarayonlarda yaxshi xabarlar, xush xabarlar bilan kelishlarini istak qilib qolamiz. Rahmat sizlarga. Dasturimiz esa azizlar o'z yo'nalishida davom etadi.